52 ming dollarga 3 xona 80 kvadrat metrlik kvartira ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Yangi Hayot tumani, Yangi Darxonda joylashgan. Yonida maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor ekan va mana shunaqa bolalar maydonchasini ko'rishingiz mumkin. Endi uyimizning ichiga kiramiz. Aytib o'tganimdek 3 xona bo'ladi va 80 kvadrat metr. Birinchi xonamiz mana shu yotoqxona sifatida foydalansak bo'ladi. Yana bitta menga yoqqan tomoni havo aylanadi kvartiramizda. Shu tomonlama ham yaxshi. Ikkinchi xonamizdan balkonga ham chiqsak bo'lar ekan. E'tibor berib qo'yasizlar, bu joyda 80 kvadrat metrlik kvartiralar kamroq bo'ladi. Bunisi bo'lsa oxirgisi 3-xona o'rtoqlar 16 qavatli domimizning 16-qavatidan bo'ladi. Va alohida vanna va hojatxonasi va yonida mana shunaqa rakvinasi ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Nima deysizlar? 52 ming dollarga 3 xonali 80 kvadrat metrlik kvartira narxiga arziydimi? Bunisi hojatxonamiz va oxirgisi uyimizning oshxonasi bo'ladi. Oshxonasi ham mana shunaqa kattagina. Telefon qilinglar, e'tiboringiz uchun rahmat.